Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar yozuvchi Zo'rdin Sabirning Archa yapriqi nomli povestlar to'plamining davomi. Oxirgi xat. 9-oyning 20-kunigacha Hamraning bug'doyi terilib bo'ldi. 15 kundan beri etizda ishlab charchagan Asad to'liq bir kun yetib dam oldi. Uyqusi qangandan keyin har xil ishlarni, masalan, Jag'istay, Chuluqay, Sultani Vays, Sulibtay qatarlıq joylarning tarixchiligiga mos keladigan, qurg'oqchilikka chidamliq, yuqori mahsulotlıq bug'doy sorti yetishtirish maqsadida chiqqan kitoblarni, har xil ilmiy qonuniyatlarni aslash, silishtirish va qurg'oqchilikqa chidamliq yovvoyi o'simliklar bilan bug'doy o'tirsidagi o'xshashlikni tadqiq qilish qatorliq xizmatlarni o'yladi. Lekin uning xiyol kaptiri aylanib kelib, yanala ixlos bo'yi bilan G'ilman hokim o'tirsidagi silishtirmaga kelib qo'natdi. Bu to'g'rida xiyol surish uning uchun ham ko'ngillik, ham azobliq edi. Hozir uning yurak azoblarini yeniltadigan mo'ngluq tambirimi, hissiyotliq ovozimi yo'q. Endi u o'zining 20 necha yildan beri seg'inishlarini, ko'z yeshi va untinsiz tartgan ruhiy azoblarini nima bilan ma'lum qiladi? Rahat buningga yordam qilarmi? O'z yarining baxti uchun har qanday ishdan bosh tortmaslik vijdon egasining ishi. Durust. Rahat vijdonliq qiz, lekin u o'zi chin qalbi bilan shuncha yil yaxshi ko'rgan kishini bugun yot birsiga o'tinib berishga mardonalik qilarmi? Do'st uchun, do'stning baxti uchun azob chekishmi bir baxt, lekin bu gapni amalga oshirmoq qiyin. Navoda Asad o'ylagandek ixlos hayot bo'lmay, allaqachon o'lgan bo'lsa-chi. U chaqda uning bilan qayta yuz ko'rishish orzusidan tug'ilgan kuchli hayojonni qanday bosqili bo'ladi? U G'ilman hokim subhiylar to'g'risida Rahatga xat yozgan. Balkim maydonga uningdan xat kelgan bo'lishi mumkin. U erta maydonga berishi, Rahatning xatini o'qishi ham xat yozishi G'ilman hokim bilan yuz ko'rishning bir yo'lini izlashi kerak. U nurg'un o'yladi, plan tuzdi. Kechda Hamraning uyida yaxshi g'izalandi-da, kitob o'qigan bo'lib o'ngda yetib oldi. Yerim kechidan keyinla uxlay oldi. Atganlik choyda Hamraning bolalari uningga bir parcha xat akirib berdi. Nurmamahat doktor akilib berdi, dedi Hamraning qizi xatni sunib. Oqshom siz kitob o'qiyotqachqa bermagan to'q. Xat lipapsiz bo'lib, uni Nurmuhammad yozgan edi. Hurmatlik Asad aka, qilgan shallaqligim uchun bakmi xijilman. Meni kechiring. Sizning ayni yillardagi kechirmishlaringizni avam shujidan angladim. Sizga bo'lgan hurmatim eshib ketdi. Dardman ekansiz. Menmi sizdek dardman. Kulib yurganim bilan ichim sida. Rast gapni etsam Subhining eng yirgindigan odamiman. Lekin mening uni o'ylamaydigan vaqtim yo'q. Asyadim uningda. Ko'rib turibsiz. Subhini ko'rish uchunla Hamraning dadiga har kuni kelaman. Bu qinimi atayla Subhining ovozini anglab olish uchunla sizlar tarafga qarab haydivatganman. Meningmi hissiyotim nozik, so'zlarim bor. Qarmoqqa qo'polman. Lekin nayt zilman. Mening holimni Hamra yaxshi biladi. U bahosiz odam. Sizdan umidim do'st bo'layli. Akam bo'ling, men dardman odamlarni do'st tutishni yaxshi ko'raman. Asad beshini eg'itib kulib qo'ydi-da, lipopliq ikkinchi xatni ochdi. Xat darvaqa Rahatdan kelgan edi. Salom Asad aka. Bu mening oxirgi xatim. Nima amal? Mening xushalligim oxirlashdi. Azobliq kunlarim boshlandi. Men endi sizni ömür bo'yi ko'rmaslikka qaror qildim. Sizning ixlosingiz hayot. Men yerim ay vaqt ajratib xat, telefon va telegramlarni ishqa silib, G'ilman hokimning butun tarixiga doir materiallarni to'pladim. U ilgirki yo'ldoshi o'sha mabning eng yaqin do'sti Islomov bilan so'zlashdim. Siz baxtlik. Mening ko'z yeshim, azoblarim hisobiga bayoshat kulayvering. Men bu gaplarni qitig'irlik bilan emas, mardlik bilan da'vatman.
Navada ikkimiz tanışqandan keyin siz G'ilman hokimni unutib ketgan bo'lsangiz, men sizdek tuturuqsiz odam bilan tanışqanim uchun o'zimni qattiq kaygan bo'latdim. Lekin hozir sizni tuturuqsiz deyishga tilim barmaydi. Siz oliyjanob, oltundek sap odam. Hozir bundaq erlar nihoyatda az. Men oila oldida hamma chiroyli gaplarni qilib, kichikini ko'zdan g'alat bo'lsa, sadoqatni bir nafaslik halovatga tegishib o'tadigan erlar, ayollarmi bor albatta. To'g'risida ajoyib ko'p hikoyalarni angladim. Men ulardan nafratlanaman, yerginaman. Men sizni ular bilan silishtirishni o'ylab boqqanim yo'q. Erlarda bo'ladigan normal fazilatlarga sizning menga qoldirgan ta'sirotlaringizni silishtirg'im keladi. Sizdeki ruhiy go'zallik meningcha hozir yashayotgan ko'pchilik erlarga ulgu bo'la oladi. Albatta, bu gaplarni anglashni xohlamaysiz, lekin oxirgi xetim bo'lgani uchun sabr qilib anglashingizni umid qilaman. Meningcha hayot, muhabbat, sadoqat, soplik, odillikqa o'xshash inson ruhining esil gullaridan shirni ola olgandila lazzatlik, qadrlik bo'la oladi. Sap muhabbat uchun barlig'ini taqdim qilsang, seni chin qalbidan so'ygan odam uchun bir umr sodiq bo'lsang, o'z muhabbating va nafratingga adil muomala qila olsang, har qanday axlat chava orasidami oltundek yaltirab tura olsang, o'zingning inson ekanligini tonib yetgan bo'lasan. Hayot sana nimani taqdim qilgan bo'lsa, shuning bilan qanoatlanib, turmushning boy g'azinasidan texmi güzellik narsalarni yulib ilishni bilmasang, sen maqsadsizlab midirlab yuradigan hasharatlarga o'xshab qolsan. G'ilman hokim meningcha allaqachon sizning o'z yinida ekanligingizni bilib bo'ldi. Men siz to'g'riliq u kishiga bir parcha nomsiz xat yozdim. Hatta sizning fazilatingiz, ayni vaqtda tartgan jafo riyozatingiz to'g'risida tafsiliy to'xtaldim. Men xitimda aşı yillardagi Bag'dal texnik uchun oqlug'uchi bo'lib o'tirg'i chiqdim. Uning qizg'i keltirgan ruhiy, jismoniy jihatdagi baxtsizlik uchun tarixiy sabab ko'rsatdim. Men yana xatning egisi Asad emas ekanligini, balki Asadni xuddi Asadning o'zidek tushundigan bir qiz ekanligini yoshirmadim. O'zimga va boshqalarga adil bo'lganim uchun o'zimning Asadga bo'lgan muhabbatimni, lekin mening muhabbatim Asadni baxtli qila olmaydiganligini, Asadning baxti garchi men uchun ruhiy fojia elib kelsimu, mushu ruhiy fojia uchun o'zini o'tqa urgan parvonadek harakat qilish mening burchim ekanligini ochiq yozdim. Asad aka, siz ixlos buyingizni topdingiz. Siz yana fazilatingiz va ruhingizning varisi, suyimli qizingiz Subhini topdingiz. Lekin siz bilsiz, men bu mardonligim uchun o'zimni azobdan, yurak yarasidan qutulqizib qala olmayman. Bo'libmi tunlar menga nihoyat uzoq va zerikishlik bilinadi. Himmatlik Asad aka, men yaqinda Kuchar, Turpan maktablariga berib, yangidan yetishtirilgan iqtisodiy ziroatlarning sortlarini ko'rib keldim. Avrishkimi ep keldim. Men uchun ko'ngillik ish, tajribaxonda ishlash, ziroatlar bilan so'zlashib vaqt o'tkazish. Yaqinda yilqi Amerika olimining kitobini ingliz tilidan tarjima qilib chiqdim. O'zim hal qila olmagan bir qism masalalar bor edi, sizga yo'lladim. Yordam qilishingizni umid qilaman. Kundalik ishim nihoyat oddiy. 8 soat tajribaxonada ko'ngillik o'tiraman. Qolgan vaqtda kitob ko'raman, tarjima qilaman. Yaqindan beri roman o'qishni boshlab oldim. Balzacning Yevgeniy Grandi nomli romanini o'qib, bechora Yevgeniy uchun yosh to'kdim. Aqida uchun 14 yil o'ldirish qiz bola uchun o'ng'aymi? Oxirsida so'yginning baxti uchun garchi u vafosiz bo'lsa-mu, nurg'un pul xashlab, o'zini qilchimi dili tartmaydigan bir bankerga ayol bo'lishga zo'rlash bir g'oyalik qiz uchun qanchalik azobli-a? Doktor do'stingiz yottig'imdan chiqmaydigan bo'lib oldi. Oqshomlari untinsiz ingini tutib, tamaki chekib, bir necha soat o'ltirdi. U mening so'goq muomalam, tani gaplarimga pisandmi qilmaydi. Meni yergandirish hisobiga rahat ko'rish sizga nomusliq emasmi? Desam, u qapig'ini turib, yerga qaraydi. Uzoq jimliqdan keyin men uning yig'layotganligini angladim. Ayollar ko'ngilchak bo'ladi ekanmiz. Uningga turibla ichim og'irdi. Bu mening uningga tunji qatim his tashliq qilishim.
Künde 2 saat, hiç bolmasa yarım saat muşu yumşak orundukta oltırıp ilişki ruhsat kılın, dedi u yaş yoqi közleri bilen maňa telmirip. Bu oltırıp ilişinin mening turmuşumdaki rolini sizge düşendirip oltırış hajatsız. Çünki sizmi maňa okşaşla başka birisinin ruhi aram berişigi muhtaçgo. Men onunğa ruhsat kıldım. Keçki tamaktan keyin simot yollar bilen güllükler, ormanlıklarını aralayman. O kolunu keynigi tutup men bilen yandışıp maňdy. Men siz toğurluk oylayman, xiyalımda siz bilen sözleşmen. O maňa hiç kaşılık kılmay jimjit maňdy. Yiraqdan qaragan adam bizni rasa sirdişvitipdi yoki yaqin ekan deb oylashi mumkin. Mayli boshqalar nima deb oylasa oylaversin, men ishchi ag'ritgan odamga oz to'la bo'lsa-mu aram berishim kerak. Men herib yotog'imga qaytaman. Boshqalar televizor yoki kino ko'rishidi. Men bir pas harduq elvilib kitob o'qiyman yoki tarjima qilaman. Asad aka, men uchun ikkili yo'l qoldi. Birsi yana 10 yil siz bilan xiyolimda mungdishib momayga aylanish yo'li, yana birsi Yevgeniy xonimga o'xshash ko'nglim tartmagan bir er kishining ayoli bo'lish. Men qaysi yo'lni tanlab olishim kerak? Bu haqda sizdan maslahat olmoqchi emasman. Qaysi yo'lni tanlab olish ekanligini o'zim belgilayman. Qachon? Albatta kelgusida. Asad aka, shuning uchun kelgusi go'zal, kelgusi qo'rqinchli. Mening kelgusiga faqat kelgusiga qarg'um keladi. Lekin o'tgan kunlarning shirin xotiralarini unutmoq to'limi tas ekan. Men Urumchidan yo'tkilib ketmoqchiman. Qachon qayerga ketishimni albatta kelgusi belgilaydi. Menga xat yozmang, meni unutmang. Lekin aslamang. Sizga kutguningizdan ortiq xushallik va baxt tilayman. Rahat. 1980 yılı 10 ayının 19 günü Ürümçi. Asad xatni o'qib bo'lib, qo'yin daftarini ochdi. Daftarning birinchi betida qizning surati bor edi. Qiz levini ching yumib, yo'g'on, xiyolchan ko'zlari bilan Asadga qarab turadi. Asad suratga uzoq qaradi. Doktor Rahat, Asad ixlos, Subhi, bundaqlar yana qanchalik barkin deganlarni xiyolidan o'tkazdi. Rus yozuvchisi Lev Tolstoy Anna Karina romanining birinchi jumlasini baxtliklarning o'rtaqligi bo'ladi, baxtsizlarning o'zgichiligi bo'ladi deb bekor yozmagan ekan. Men bilmaydigan yana qanchalik ishlar barkin, nimishqa inson ko'ngli xolagan, dili tartgan odami bilan qo'shila olmaydi. Balki kelgusi hozirgidan yaxshiroq bo'lar. Buni qizim Subhi ko'rdi yoki navram ko'rdi. Nemili bo'lmasin, biz yashayotgan davrmi ko'p sondagilarni baxtli qila oladi ekan. Ixlos bo'yi hayotgan. Bu albatta baxt kelgusiga ishinaman. Mening ixlosim yuragidagi barliq dog'larni yuvib chiqarib etadi. Men hammani 40 necha yildan beri tartiyotgan azoblarimning hammasini unutishga, butunlay yangicha hayot boshlashga tirishaman. 12 aydan 10 ayning oxirlari Ili vadisi qaytadan yeshil ton kiydi. Tutash, cheksiz etizlar yeshil maxmal yaltira yepingandek yaltirab ko'zni chaqidi. Yeshil bug'doy etizlari arasida xuddi oltin balvoqqa o'xshash sag'uch qirlar ko'rinadi. Qurg'oq fasil bo'lg'ashqa qo'noq shexi mangan chechilgan etiz yo'llardan harva yoki traktor manganda qo'yuq eg'ir to'pchang ko'tariladi. Xamallarmı yalangashlangan. Zig'ir, qo'noq va qo'g'in qapoq terish uchun qoldirilgan engizlar quyosh nurida paqiraydi. Engizlarda o'sgan kanji yumran yo'g'imach, qiyoq o't va qashqa bidilarni talishib o'tlashayotgan qo'y kala padilari atrofidagi yumran bug'doy mayslarga yugurishidi. Asad oz kunda qor ostida qoladigan bug'doylar bilan xo'shlashib uchun etiz arildi. Aşu manzaralarni hammala etizda ko'rib mangdi. U ketib etib, görenlerini köpürüp soqishayotgan ikki dehqonning yenida to'xtadi. "Munu shoxlar mening, voy gaksi!" deydi Pakar ochmalxay kiygan saqalliq dehqon hozirla partlaydigandek köpüp. 8 qur qo'noqning har qurini 8 pungdan 4 punga hisoblab bergan. Xotin bilan ikkimiz bomdatdan yenib mukchiydik. Qazaq peshin bilan aran tugidi. Uyalmay shexini bağlab alğınni qara, uy Petrnan.
Seni kim indimisin depti emse, deydi igiz qatangur kosa dehqan tamdek tatırıp. Ağzınğı inek tepken mo? Bağlıq bilen ketken gungnu töle. Seni men bağlap berdidim mo xamtasma? Tillima, tillisamçu, heli bikar. El igiz dehqan pakar dehqanға qarap yugurdi. As'ad onu tutup aldı. Pakar dehqan mo yalan çapını silip malxini qırdı qoydu. Uruşmay pütşeyle, dedi As'ad ularning arasıga kirib. Bağlığınız bilen gung haqqınızını men bolsamı töley. Munu yerinden tuqqunumı sen, dedi igiz dehqan As'adning qo'lini silkib. Andaq bolsa aka 5 so'm. As'ad gapmi qilmay 5 so'm to'ladi. Heliqi dehqan ketgandan keyin Pakar dehqan ko'zlarini chimchiqiltib As'adga qaradi. To'nig'anda qilmang'i ukam. Mening etim As'ad. Ha, mundaqdan. As'ad Kadir, siz G'ilman hokimdek dehqonga amraqkansiz. Ko'rdingizmi? Bayqi eviz tarmushning yurakligini, jidalni pulga setib oldigan yurak u. Odam tepilmasa, askitan bilan bo'lsin so'qishidi. G'ilman hokim to'g'risidagi parang As'adni qiziqtirdi. G'ilman hokimni taniydigan o'xshamamsiz? Tanimsiz deginni, dedi dehqonning gapdan ayli etigiga elib olgan qo'noqni yerga to'kib. Kiyimni qiqib turib biz shaharda tamxo'shni edik. U chaqda bu xonimni G'ilman buvi deydik. G'alit ismi bor cho'kan ekan deb hayron qolgandik. Uning qizi Subhi tug'ilganda men kindik onasi bo'lganman. Bola tug'ilib 1 yildan keyin bu yerga chiqdik. Voy kishi, biz chiqqan yili helqi qo'noqqa kunjuri ilashtirib yegan yili nechinchi yilida? 60-yili. Shundaq ko'chib chiqqan yilimiz Subhi 1 yoshida temtem mang'atdi. Keyin ular Urumchiga ko'chib ketdi. Hammala odam qo'saq yemi bilan bo'lib, kimning nadligi bilan kar bo'lmay qolgan chaqlar edi. Shu G'ilman buvi o'qib yetilib bugun hokim bo'lib qopti. O'sha mop degan bizning ko'ni qo'shna, uqumushliq odam edi. Rahmati o'lmagan bo'lsa-mu bu yil 60 dan oshadi. U degan bir o'g'il bo'ldi-da, mushu G'ilman hokim uning qo'liga kichik tushgan ekan, yezidan optimish dedi. 1 yil bo'lay degandila ko'chirib akeldi. Kelib az kundili qiz tug'di. Bechara o'sha mof balning zaksini quruqtayotgan, kultugini to'kiyotgan, bushugini tavirtiyotgan. Voy, G'ilman buvini o'yiq qo'chaqdek tizib qo'yib, hamma eg'ir-yenik, yiroq-yaqin ishlarni o'z qilib yurib cho'ng qilib olgan. Ayol bir hazo azvaylab so'zildi. As'ad tugul uning erimi zerikkandek qilib belgi berdi. Gapga tutma, azmangni azma, dedi eri garang-gurung ovoz bilan. Qarab turibla 5 so'm ziyon bo'ldi. Mehmon Kadir 5 so'mlik qo'noq berib o'taymi ya? Bo'ldi, topqanda berarsiz, dedi As'ad yo'lini davom qilib. U 5 so'm xajlab G'ilman buvi to'g'risida yaxshi bir ma'lumot anglab oldi. Demak, Subhi so'zsiz As'adning qizi. G'ilman buvi ixlos buvi. U As'adning heliqi ixlosi shu. Bu hukm uning vujudida masqulg'ish ichimlikdek kuchlik ta'sir qo'zg'adi. Shu chaqda uyim To'ram mahallida deb yolg'on aytmay, o'z adresimni to'g'ri aytib bergan bo'lsam, ixlos buvi meni hech bo'lmasa onamni izlab topgan bo'lar ekan. Meni yolg'on aytishga nima zo'rildi? Ixlos buvining yalong oyoq dehqon qizi ekanligimi? Meni u chaqda eziq turgan zodi nima? Bir saptil dehqon qizining ornumusini bulg'ab, uningdan o'zimni qochirishim u chaqda nimishqa kichik ish bo'lib to'yildi? Men rostla rohat aytgandek fazilatlik sap odammi? Yo'q, hargiz undaq emas. Sap deyishga to'g'ri kelsa, ixlos, rohat, subhilarni deyish kerak. O'z hayotida ig'ir saxtlikqa yo'l qo'ygan mendek odamning ular oldida ulgu bo'lib qilishi odillik emas. Durust. Ko'p xo'rliq tartgandan keyin burnimga suv kirdi. Vijdon, nomus, sadoqat deganlarning qadriga yetdim. Faqat osh qolgan odamlar g'izoning qadrini bilgandek, ruhiy gadoylikning zinini tartgan odamlar insoniy vijdonning qadriga yetadigan. Ixlos buvi bilan 100 turani so'zlash to'g'ri kelsa, nima deyish kerak? Yana yopitmi gap qilish lozimmi yoki qolgan umrnimi hassina deb o'tkazaymi? Va yoki bu turmush tragediyasini oxirlashtirib ko'zimni yumibla rohat bilan to'y qilaymi? Rohat meni baxtli qilish hisobiga shuncha azob chekyotidi.
Mən nemişqə onu bəxtli qilishni o'ylab baxmayman. U o'zi to'g'risida mulohiza yurgizib, qirlarda yumran chimanlar ustida uzoq mangdi. O'ylagan siri insonlar hayotining murakkabligini, kundalik turmushining poyonsiz dengizdek sirliq va cho'nqur ekanligini his qildi. U yangi yo'lga chiqqanda kaynidan motosiklet yetib keldi-da, uning oldiga o'tib to'xtadi. "Ashuji, sizni shaqqida tepib kelishga meni avatib edi", dedi Nur Muhammad motosikletdan putlarini yerga tirab turib. "Qani g'achchida mengishing, Ashuji nadim bo'lmasin tepib kel" deb buyruq qildi. "Izla so'ra oxir topdim. Tapqinimga xo'shalman, lekin za Asad apandi, subhi qizni ko'rib judunim o'rildi. Heliq traktorchi Yolqin degan shumtakning biqiniga o'ltirib olib, to'xtasammi ko'rmasga silib o'tib ketib boradi. Barmoqlarimni tishladim. Traktorchi bo'lib olaymikin ya? Ey Asad apandim, qizg'i ko'yish nimancha azobli-qay? Qani mengishing, yaxtamsiz, heli bekar g'achchida bog'lab mendirman." Asad uning mengishib etib chaqchaq qildi. "Traktorchi bo'laman demsiz? Siz traktor haydasangiz subhi motosikletga mengishar, Yolqin motosiklet haydarmikin? Qizning uning mayli bor demakchimi? Mayli bo'lmasmi, hurmati bor-da. U yigit qizni sizning buqingizning hujumidan qandoq saqlab qoldi? Jinini tikdi." "Mo'rt keladigan", dedi Nur Muhammad kayniga burilib turib. "Men subhini har qanday xayim xatardan qutqizishga tayyorman." "Mo'rti", dedi Asad yiroqlarga qarab. "Faqat jiq bo'lsa bir qatim keladi, bo'lmasa yo'q." Nur Muhammad bu gaplarning tegiga tushunolmadi. "Anlagansiz, Ashujini elchi qilib G'ilman hokimning oldiga avatdim. Agar xohlasangiz sizni yana elchilikka taklif qilaman. Hokimga kuyovg'il bo'lib olsam, butun noyi mening olqinimda bo'ladi. Nima lozim bo'lsa keltiratdik g'achchida." Asad miyig'ida kulib qo'ydi. Motosiklet to'p-to'z yurib ketdi. Avam Shuji Asadni o'z uyida kutib oldi. U Asadga to'liq xushal, texmu yashirib qolgandek ko'rindi. "Kechirgin, men endi seni sen deyman adash", dedi u ochiq ko'ngillik bilan. 21 yilning oldida qandoq tanishgandik, sanlashib tanishgandimiz? "Yo'q", dedi Asad uning ochiq ko'ngilligidan rozi bo'lib. "Sanlashish bilan emas, tilishish, mushlash bilan." "Ha, yaraysan, unutmabsan. G'olib kelgan eding u chaqda. Hozirmi g'olib kelding? Xato qilibman adash. Kelar yili butun maydon bo'yicha sening deganingdek tarixchilik qilayli. Mayli Urumchidagi hamma tajribaxonangni ko'chirib kelgin. Men sharoit yaratib beraman. Biroq bugun sen bilan ziroat to'g'risida emas, boshqa bir ish to'g'risida so'zlashaman." Nur Muhammad toqat qilib tura olmadi. "Paxlanni keltiraymi g'achchida? Qani atlan. Qani Bag'dal adash." Avam balalarninkidek jarangliq ovozda kulib, Asadni qo'ltiqildi. "Uyga kirayli. Xalsang beg'imdiki shipang'ila o'rin rastlayman. Sen meni zo'migarlik qilib beydi deb o'ylab qolgansan. Yo'q, uyda bak ishlayman. Atdiganlik choygacha 22 yog'ochlik tamdan birini o'ri turg'iza olayman. A'zolar 70 metr etiz erig'ini chepib bir gung topidi. Tarmoq eriqdan 30 metr chapsa bir gung. Lap gap emas adash. Men etiz erig'idan 200 metr, tarmoq eg'izdan 100 metr chapa olayman." U Asadga o'ylisidagi texi uzilmagan uzum, qizil seriq marshal olmalari, beg'idagi qo'riq tamni yaqlab o'sgan teraklarni, bog'loqdagi nasllik serlarni ko'rsatib maqtandi. U hartildab turgan jiran qashqa etining yaylini tarab etib, yana maqtandi. "Texnik qandaq qilib shuji bo'lib qolding demsan, bilakning kuchi adash", dedi u paqirab turgan qip-qizil yuzini qo'l yog'lig'i bilan surtib turib. "Sakrab ilgirlashda, jafoliq kurashlarda oldida mangdim. She'rim yozdim degina anglab baqa. Japa oldida mukun to'qtaldiga, haytdi sila taq bo'ldik, nonni silib xaltiga." Shunda qilib Duyjang, Javden, muavin maydon boshlig'i keyin shuji bo'lib qoldim. Uy-joy, mol-varan, muni jiran qashqilarni shuji bo'lmasda ishlab topganman adash, qo'rqma. Men xiyonat, qaqti so'qti bilan beyg'an, harom tayoq emasman.
Avamның ясыдақ сарайы, пешайван бағлары бірдәмділа мехманлар білән толды. Ойлы көчілардығы велосипед, ат ишек харвылары xuddi bu yerdə mərəki bolğanda köp idi. Күн olturuşdan burulla içiş başlandı. Avamның ayali Aminəm topluyunu takasıltıp uyaqdan bu yaqqa yügürüp yüretdi. Qeni qaççıda, hey, xuruşunu tanşa, dep iş buyurup yüretdi. As'ad gilem üstüdə silinğan qara ciyəklik yekendaz üstüdün orun alğan, onun oң yeniға unmığını qoymay iki mamuq yastıq taşlanğan, öydeki həmmi dağdığa onun şərəpigi bolup atqanlığı eniq tursumu, avam birinci rumkini qoluğa ilip orundan turdi. Qeni əmsə, bugünkü olturuş mening ağaynimiz As'adga qilgan namaqulluq şeyim, başqa gap yo'q. İçilip yeyilip, külki çaqçaq bilen bunu ögzemni kötürüp taşlatmasanlar razı emas. Qeni kelmemsizler. O birinci qadakni kötürüp etkenden keyin yarım saatga qalmayla öy Wangchong'a toldi. Köpçülükning zoru bilen As'admo 2 romka içip qo'ydi. U taklifsizla qo'liga tambur oldi. Maslar bu ajoyib ishga qiziqib bir pas jimidi. Duttarchi darhol As'adga yaqin surilib dutlarini tangshidi. As'ad bundan 21 yil ilgari aytgan naqshini boshladi. Naqsha yaqimliq, qo'shoqlari ma'nilik edi. Bo'libmi naqshining qaytarmasi aytilganda As'adning ovozi titrab, xuddi birsiga o'z holini aytayotgandek hissiyotliq, ta'sirlik anglandi.